Assalomu alaykum podpisчиклар. Assalomu alaykum mahalladoshlar, eldoshlar, mening podpisчикларым. Mana Xudo xolasa ertang juma kuni so'yiladigan o'g'izimiz bu nasib etsa. Xudo xolasa oxun qasab do'stimiz Biramat ikuni so'yacak nasib etsa. Juma kuni aksiyada Xudo xolasa 105 dan bo'ladi go'sht. Go'shtda hozir o'g'izning obzorlarini ko'rsatib chiqaman. Yana bir o'g'izimiz bizning Oxun bobo Adilda o sir hozir borib ko'rsatamiz. Uni qoradan chiqara olmadik. Katta o'g'izimiz buni ertaga juma kuni sochli, moshli go'sht so'yiladi Xudo xolasa. Hoppa. Mana eldoshlar, mana o'g'izga baho bering. Mana angus dedinglar, pangus dedinglar, mana haqiqiy o'zlarimizning o'g'iz. Hozir arg'i o'g'izimiz ham Xudo xolasa Oxun bobo Adilda o'zlarimizning qo'ng'ishlarda. U o'g'izimiz ham vobshe ajoyib super o'g'iz. Bu o'g'izimizni klassini to'g'onlarga mana klassi bu o'g'izimiz 470 klass живой vesi. Mana shu o'g'izimizniki. Shu o'g'izimizni biz ham klassini birdagidek go'shini tavaslar. O, mana qaranglarda endi o'g'iz nima deb turibdi bu o'g'iz? Oxun, nimalar qilyapsan? Voy, bu yangiliklar bomba bo'lib turibdi bu. Ana. Nerdan tovasan bu dinozavrlarni? Ho. Birini sap qo'zding, mana mollari shu beri. Xudo xolasa uyina borib tushiramiz buni. Bu Ava, kichkinasiyle bundan ham ulqon arg'isi Xudo xolasa. Ava. Ava, onun ham videosini qo'yamiz. Bu 470 kilo, to'g'rimi jo'ra? Ava, joy vesi. Endi buni klassi go'shini to'g'anini tovsanglar 2 kilo go'sh qo'yamiz. 2 odamga, bir-birdan 2 odamga qo'yamiz. Joy vesin tovasda soati bilan yozing. 1 marta yozing, 1 marta, 2 marta yozmang. Mana ajoyib go'sht qani. Kelaversa ertaga 105 dan. 105 dan Xudo xolasa mana bu yerda mana yarib tursa Oxunjon. Bo'lsa xalqqa bo'lsin mana. Odamlar shved dedi, yana bir bela dedi. Mana u yoqning o'zlari o'g'iz mana. Bu safarlarmi? Ha. Iki va mesni mol bo'ladi. Al, ana. Ya parodaning go'shi mazasiz bo'ladi, ne bo'ladi deb turibdi, mana mesnidan ham ko'p bo'lsin qoldi. Buni ham so'yaveramiz mana. 105 dan, lekin klassi 105 dan. 5 ming so'mdan oladi. Uni xalq o'zi mol boqib o'tirgan odam biladi, 100 ming so'mdan hozir falajinaga mol to'g'ri kelmaydi. Ava. Biroq shu 105 ming so'mdan amallab buna kalla bashaqni sotib, amallab pulni chiqaramiz buni. Bir kun shu xalq uchun bo'lgani. Malays bo'ladi, Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Uni xalqdan yashiratan narsa emas-da bu, Ulug'bek. To'g'ri. Shundan o'giz degan narsa yechida yo'q. Oxun shundaydi. Bu xalqdan yashiratan narsa yo'q. 105 ming so'm sotamiz go'shtni. Kalla bashaqni sotamiz, terini sotamiz, zigirini sotamiz, bo'g'ini sotamiz. Amalda 110 ming so'mga hisob kitobi chiqadi bu narsa. Yashirib bo'lmaydi xalqdan. Yashiratan yer ham qolmadi-da uni. To'g'ri. Ko'ribsizlar, bo'lsa xalqqa bo'lsin Oxunjon do'stim. Mesela o'tgan juma 100 ming so'm sotib berdim pullar. Bir mol so'ydim, bir mol sotib berdim juma masalan. Mana bu sabab 2 mol so'yatimiz. 2 mol so'yatgan sababini ham aytib qo'ying. Dükkanda 1,5 mol sotiladi. Yarim moldan zakazimiz bor. To'ychimiz bor-da, to'ychimiz. Vardı ulug'dan katta moldim, hozir bundan videosini qo'yamiz. Vobshe bundan ham ulqon bu o'zlab solib ko'r. Buna 2 chiqadi u mol. Shu molning yarimini 100 kilodan ziyod go'shini to'yning egasi olib qoladi. Bu to'ydan do'konga 1,5 mol sotiladi. 1,5 mol. Mana mol, u molning yarimi. Yarimi to'yga ketadi. Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Malades. 105 ming so'm pullashadi bu mollarda. Bozordan shunda o'tiribdi. Uni ko'p odam biladi, uni aytishim kerak yo'q. Mana Oxunjon jo'ramiz mana. Boshqa gullar 110 ming so'mdan go'sh kelaversa, o'zgarishlar katta qilib Oxunjon. Nima qilyapsiz? Ana. Voy, uston o'qam oldingmi? Nima deyapti deydi u ana. Malays yaxshi kunlarga ishlat jo'ra. Rahmat jo'ra. Mana vobshe ajoyib toza uston o'qapti jo'ra. Endi kesib, ba'rini konkret aytgan inson kesib beraveradi. Vobshe mana yaxshi kunlarga ishlat jo'ra. Oxunjon bu kun har jumada 100 mingdan bo'lib turuydi bu go'shlar. Buni bo'lsa 105 bo'ldi. Umroq masalan 700 kilo, 800 kilo jo'g'ib chiqadigan mollar. Naq bo'lgandan keyin to'lashib turibdi. Masalan, yashatan narsa emas. Endi hozir bu mollar ham ko'tarilib ketdi-da. Masalan, jo'g'ib ko'tarildi haqiqatan. Shuning endi u 100 ming so'mdan qiyin bo'ladi-da. Bu ana 100 ming sotib turibman, bu sotib turibman dedi bu. Mumkin sotib turgan chiqadi. Sotganlar ham bor, sotolmay qolganlar ham bor, mana. Avo. Bize şu mallar naq götürüp.
Naql qilib shu 110 ming so'm esa olib qo'yibsiz mollarni. 110 ming so'm. Malay. Esa 110 ming so'm esa qilib chiqatammi? Biroq shu ana aytdim-ku, foiz mana satgan fizani to'lashib qoladi 110 ming so'mdan. Shuning uchun xalqqa 105 ming so'm qo'ydik. Juma kuni, bir kun. Qolgan kunlar 110 dan kelaverasizlar mana go'sht. 110 ming so'm. Ha, mana ajoyib hech go'shtga gap topolmaysizlar. Mana ertang ijodlarimiz mana ajoyib shu yerdan kesib ber desanglar kesib berib, chiqarib beradi 110 ming so'mdan. 120 da demaymiz deydi-ku shunday degandek mana ajoyib ijod berdi. 110 ming so'm. Mana bovurlarimiz ertangacha so'm nima bo'ladi? Bovurlar 105. 105 shu mana maylar shu 50 ming so'm. Sifatini alaqayib bersin. Ovoz. O'zi ko'p odam bildi go'shtida yaxshi ekanini, haqiqatdan shu narsa bo'lib turgan. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin.